Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan survival qilamiz. Bu survivalimiz ko'plab qismlardan iborat bo'ladi deb o'ylayman. Qanunda videoga go. Qanunda survivalni boshlaymiz. Xo'sh, yaxshi joyda spawn bo'libmiz. Mana bu yerda sigirlar yuribdi. Xo'sh, survivalni boshlaymiz. Xo'sh, mana bitta yog'ochli kirka. Ketdik, mana yerdan tosh olamiz. Va endi shu kunning oxirigacha qishloq topsam zo'r ish bo'lardi. Chunki yerda ham oziq-ovqat bor, ham yotoq bor, har xil narsalar bor. O temir. Omadda bu omad. Hozircha 20 ta tosh ham yetib qoladi. Mana endi temirni kovlab olib, birinchi bo'lib o'zimizga qalqon yasaymiz, himoya uchun. Bitta dona ekan kakras, qalqon uchun yetadi. Buni yaratishga bizga ko'mir kerak bo'ladi. Ko'mirni mana bu yerlardan axtarib ko'raman. Ana ko'mir. Ko'rinayotgan bo'lsa. Hozircha yetib qoladi. Xo'sh, endi pechkani qo'yamiz. Ishini kutib o'tiramiz. Ungacha bitta sigirlarni olib kelay. 3 ta sigir. Ha, o'randi. Qalqon. Bu yerda qiladigan ish qolmadi. Mana endi qishloq topsak zo'r bo'lardi. Narsalarni taxlab olish kerak. Mana bu yoqqa. Ketdik, mana bu taraflarga boramiz. Qishloq chiqib qolar. Yashab shunaqa joydan spawn qilgan ekan. Bunaqa joylarda qishloqlar bo'ladi. Mana qishloq ko'ryapsizlarmi? Naqadar omadli spawn bu. Shu joyda aytib o'tay, bu hech qanday sit terilmagan. Yana kommentariyada aytib yurmanglar, sit terib qilding deb.
Ne kadar bu? Mana bu daraxtlar zo'rda. O mana bu. Yana nimalar bor ekan? Pastda nimalar bo'lishi kerak? Mana shu. O temirchining uyi ham bor ekan mana. Buning ichida kim bilmasa zo'r resurslar bo'ladi. O aslahagacha kuchayib oldik. Qolib ketdi boshqa qolib ketdi. Oye. Ketdik. Qornimiz ham oziq chiqibdi. Mana bu yerlarda, mana bu yerda ham ovqat bo'ladi, katta uy. Yotoq kerak bo'ladi. Yana ko'plab oziq ovqat. Olmani olish esdan chiqdi. Yotoqni olib ketamiz. Bironta uyni o'zimniki qilib olsam zo'r ish bo'lardi. Misol uchun birinchi bo'lib ko'rgan uyimizni mana shu uyni manzara ham chiroyli ko'rinar ekan. Shu yerda o'zim uyimni qilib olaman. Qishloqlar kechirib qo'yasizlar. Sariq yotoq mana bu yerga, mana bu narsa bu yerga. Ana sandiqni ko'paytirish kerak. Chiqamiz. Mana bu yerda turadi. Bersak uni ustida. Mana bu yerga sandiq kerak yana bitta. Qornimiz ham rosa chiqibdi. Ashtan ana daraxtni chopib kelay sandiq uchun. Mana keldik. Qochishlarga e'tibor bermanglar. Bitta sandiq. Xo'sh, bu yerga mana shu narsalarni qo'yib qo'yamiz. Toshni ham go'shtni pishiraman hozir. Ko'mir kam ekan. Tun bo'ldimi birpasda? Uxlaymiz. Yo'q, tun bo'lmabdi. Chiqyapti. Nega unda uxlab bo'lmayapti? Mana turdik. Ovqatlarimiz yaxshi ushlab pishibdi. Do'stlar, videoni shu yerda tugataman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va komment yozib qoldiring va bu videoning ikkinchi qismini chiqaraymi yo'qmi, uni ham yozib qoldiring. Ko'rishguncha, xayr.